Assalomu alaykum. Andijon kabutarlari klubi obunachilari. Bugun obzorlarni boshladik. Chinnini ko'ringlar. Yani kaltani tutsa o'zgarib ketadi. Ser pardami? Aka bu nar modalar nechi pul? Chinnilar. 800 olur. 800 olur. Onu oxunar ham chiroyli ekani. Moda. Modami mana shu o'rni cho'paya? Moda jo'ni. Gap yo'q ekan mana. Aka mana shu moda nechi? 1,5 ming dollar. 1,5 ming dollar deyapti. Narigisi nari? Moda bu ya. Yon moda. Bu nechi? 1000 dollar. Paypalarni yuzib qo'yganmiz, singan paypalar. Nomeringiz nechi edi, Ikror aka? 97'li. 94 39 dollar. Mana Kamolin aka ko'ryapti. Qo'lda yani. Moda ekan bu chiroyli. Moda. Gap yo'q ekan. Ketolayotgan sho'pani modasi bu. Oxunar bor ekan. Puli nechi pul dedingiz? 1000 dollar. 1000 dollar narx aytilyapti. Figura ekan gapda. Mana moda ekan, ha? Modasi shu. Ha, shu modasimi? Ser pardami. Mana nar moda. Jupi nechi pul? 1200. 1200 ekan jup. Narda o'zi 1000. Qo'loy ham nar ekan, chiroyli ekan mana shu nar hamchi. Yoshlar ekan. 400 dollar ekan. Onamisi 600. Bu ham nar ekan. Ayollar baland narsalar ekan, emas. Onalar ham chiroyli ekan. Nomeringizni aytib oling. 90'li 573 29 29 moda cheki. Ha, shu nomerga qilaveramiz. Mana moda ham chiroyli. Bu yerda kaptardi. Yiriklari chiqibdi mana. Mana uni alla moda ekan, 500 dollar narx aytilyapti. Oqqa soladigan deyapti. Oquruq ekan. Endi oqqa tushunadigan o'zim bilib oladi. Chiroyli yirik moda ekan. 500 dollar, ha? 500 dollar. Ona modani ham haydaydi nima yoqqa? Ha, ona moda ham bor ekan. Mana shu moda ham gap yo'q ekan. Bu ham 500 dollar ekan. Chiroyli moda ekan mana shu. Gap yo'q ekan. Ayollari, payponlari hamma yo'q go'zal ekan. Ko'zlari ham chiroyli ekan. Jonivor.
mobilniy qilib olyapsiz, tikka qilib, telefonda tikka qilib ko'rib qo'yasizlar. Teskari qilib ag'darmaslar. Kompyuterda ko'rmoqchi bo'lsanglar, endi men katta ko'rsataveradi-yu bari. Ko'proq telefonda tomosha qilgani uchun mana shu mobilniy versiya qilib olyapsiz, tikka qilib. Bu oxlachi, bu nar. Bu olar $200. $200. Juvon ekan, hali ishlamagan, juvon ekan. Ona ham juvon, u ham juvon og'nar ekan, $200 ekan. $200mi? $200. $200 ekan. Mana shuni ham ayollari baland narsa ekan mana shu. Nomeringizni aytib o'ravering. 99 006 37 76. Ona malla moda ekan, bu ham. Bu ham moda. Bu nechi pul? $200. $200 ekan. Bo'pti. Nazir akaga murojaat qilaverasizlar, mana akamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bitta pochta moda ham chiqibdi. Bak ko'rsatamiz. Chiroyli moda ekan. Nechi pul ekan bu? 1,5 million deyapmiz. 1,5 million. Juvon ekan, hali ishlamabdi, juvon ekan. Endi tuzlashga harakat. 1,5 million ekan. Go'zal moda ekan. Ko'zlari. Ayollari ham baland ekan. Juvon ekan hali mana. Ayollari ham baland, chiroyli. Panjalari ham mana toza ekan. Go'zal ekan. Sizdanmidi bu? Nomeringizni aytavering aka. 91lik. Aytavering. 876 45 77. Aşağı chiroyli. Mana shu moda ham chiroyli moda ekan. Ko'zlari ham hamma yo'q go'zal ekan. Bu nechi pul bu moda? $500mi? Chiroyli moda ekan mana shu. Yog'ochiz berib turing-da. Ammo ko'zini ko'raylik. Mana shu moda chiroyli moda ekan. $500 ga yaxshi. Bol, temay. Mana shu ko'zini ko'rsatmoqchi edim, nima? Ciğerleri toza ekan. Balalar ham chiroyli ekan. Nomeringizni aytib o'ravering aka. 50 aka. Aytavering. 501 2326. Ha, bo'ldi. 50 501 2326 ekan. Mana shu modani olib solish kerak. Serbar narlarga. Go'zal ekan. Bu yerda bitta serbar moda bor ekan. Serbarga qiziquvchilar katta kerak bo'lsa mana serbar moda ekan. Juvon ekan hali? Yo'q. 2 yosh moda. 2 yashar modami? Ha, bu. $1000 narx aytyapti ekan. Kattalarga qiziqadiganlar. Mana buni serpar. Mana serpar nar ekan. Mana. Serpar nar. Qaysi? Monami? Qizil bo'lo. Monami? Narigi. Monami? Ha, bu. Mana. Mana shu ham moda ekan. Bu nechi pul? 800 ga bo'lsa beraveraman. $800 deyapti. Mana moda ham chiroyli ekan mana shu. Mallavosh moda. Go'zal ekan mana shu modani ham kallalari ham chiroyli ekan. Mana budi. Mana qarang, modalarni qaranglar. Chiroyli ekan. Buni nechi pul deyapti, bilmaysizmi? $600 deyapti. Go'zal ekan mana shu moda. Bozor raza bo'lyapti. Bugun raza chiqdi. Odamlar mana. Raza ko'p. Bitta kataylarimizni xudo xolasa bahorga chiqib inshaalloh ko'paytirishga harakat qilamiz. Endi bunga mablag' talab qiladi. Men ham harakatini qilamiz xudo xolasa.
Xabariyatdan iltimos qilib narx ko'ramiz inshaalloh bahorga chiqib. Yana ham bu taraflar ham bitib qoladi xudo xolasa. Kaptallar, go'zallar ekan mana. Qizil to'shlar, oqlar. O, moda ham chiroyli ekan. Gap yo'q. Mana qizil to'shli go'zallar. Oq modani qaranglar. Oq modamiki, narmiki? Nar bo'lsa kerak bu. Go'zal ekan mana shunaqa. Mayli, aytaman. Qizil to'shlar. Go'zal ekan. Gap yo'q ekan mana. Adam akadan ekan bu qizil to'shlar. Праздник lazım odam. Bu tarafı balot ekan. Chiroyli. Kaptalar ekan, hozir nomerini ham olishga harakat qilamiz. Gap yo'q ekan. Вообще ekan. Hozir nomerini olamiz. Qizil to'shlarni jupini min deyapti ekan. Mana shu ikkosi jupmi? Ha, 2 İkosini min deyapti. Oqlarni 300. Oq nardi 300. $300 mi? Yo'q, mana 2 uchup, mana 2. Ha, mana ikkosi jup ekan. Ha, mana narjivon ekan. Oqni $300 deyapti. Bu ham chiroyli. 150. Buni $150 deyapti. Juvona nar ekan. Gap yo'q ekan. Nomerini bilmaysizmi? Yo'q, hozir o'zidan so'rab olaman. Adam aka to'palarni ichiga kirib ketdi shekilliga. Mashinaning olib qo'ydi, to'plarni olib qo'ying bozordan. Ha, olyapmiz mana. Ha, to'palan qilishyapti mana. Avaz aka, Hayot akalar to'palan. Kaptar to'laman bo'lyapti. Va shu qizil to'shlar mana shu Adaham akamizdan mana. Oy, Adhamjon nomerini aytib sepdi. Ha, 81 00. ana. Chiroyli. 3 kun beri oldiga keldik. Mana dorilar. 3 kun beri baxtiga kasallar ham ko'payaversin, ha? Kasallar ko'paysin ya. Yo'q deganimiz Hazır. bir marta İçimi gapirdi-zu deng. Ha, bo'pti-ku, hozir nima kasalliklar ko'paygan hozir 3 kunmi? hozir damni Uje chumalatchi o'tib ketdi, sovuq bo'ldi uje. Fevral oxiridan yana boshlanadi. Ha, siq qaytayotganda bo'ladi. Kuchayib yana qaytadi. Havo almashayotgan paytda. Tayyorgarligini Hozir qo'yishadi. ko'z shamollasha, hozir ko'z. Hozirgi paytda ayrim odamlardagi ko'z og'riqlari. Menda ham bir ikkita jo'nalar bo'lib dori berasiz. Ayrim odamlarda bo'lsa don qayd qilish, shumtirab turishliklar bo'ladi. Ha. Endi Oshqozon buzilish. Tavsiya beradigan bo'lsak, oddiyroq dorilardan, oddiy arzonroq deydigan bo'lsa Respet Timoni bor. Ha. Arzonroq. Ha, Ikki biri bor. Ha. Endi qimmatroq, yaxshiroq, zo'ridan foydalanadigan bo'lsa, Respet Doxisi bor, Respet Premium bor. Bu manovi parashovmi bu? Hammasi parashut. Hammasi parashov. Просто bular quvvati balandroqlar, sifatliroqlar. Endi narxiga keladigan bo'lsa, 100 grammligi 120 ming so'm, 100 grammligi 150 ming so'm, mana shu 50 grammligi 250 ming so'm, 200 grammligi 500 ming so'm. Bu pachka narxlar. Srok godingiz joyida, o'tib Hammasi ketmagani. 27-yilgacha. Ha, bu yaxshi. Xo'p, endi og'ziga soladiganlar. Og'ziga soladi. O'sha mana Timniki, 2-birdiki, 2-birdiki. Doxi buniki, Aha. 4-1 buniki bo'ladi. Mana hammasini o'ziniki bor. Qayerda mahsuloti bu? Rossiya. Rossiyskiy. 70 ming Bu so'm prosta turishi, mana shu yerda qadoqlanyapti. 80 ming so'm turishi, 100 ming so'm turishi, 150 ming so'm turishi. Eng yaxshi effekt beradigan qaysi bo'ladi? 5 bir. 5 bir. Hamma tomonga ishlaydi. Ya'ni Bo'ldi, hamma menga ham- tomonga degani Menga ham 3 ta kaptarga bering, yana shuni
bitta bir kurs licheniyalik 3 ta katta. 3 ta katta, 3 ta juvonaniki bizlarni qilib qoldi. Endi shumtranga bir qator yengil qilib ko'rsatib qo'yamiz. Ha, hozir dorim tayinlab olsin. Donasi nech puldan aytib qo'ying, Bu donasi. 5 birdiki 2000 so'm. 2000 so'm. Qolganlari 1000 so'm. Ha, bu. Hammasi dozasiga, quvvatiga o'ziga qarab. Buni tabletkasi yo'qmi, biz kalta tumshuq boqamiz, sololmaymiz deydiganlarga buni tabletkasi. Mana tabletkasi. Shu katta kattalar. Tabletkasi. Bu hojiblar xirillashga, Xirillash, ko'z og'riq. og'iz burun ishlamchaligiga, og'zning ichiga sarayara chiqishi. Kashu bo'lib qolishi. Vaksina qilinganmi, qilinmagan? Vaksina bo'shashib bo'lib qolyapti. Bo'shashib bo'lib qolyaptimi? Bir yo'l mana shu xohish tomoniga berayotgan maslahatim ma'lum. Ha. Hop, o'zi eng birinchi navbatda hojiblar asli vaksina qilish kerak. Sababi paramiksa virus chuma kasalligida ham u spidga o'xshagan kasallik, davosi yo'q kasallik. Unda ham axlatlari suyuq kelish, shumtirash, og'ir bo'ladi. Normal holatda. Endi ikkinchi turdagida kelishi, ya'ni davolasa bo'ladigan vaziyatda kelgani oshqozon ichak faoliyatiga infeksiya tushib, shamollashdan bo'ladi. Sabablar nima? Suv pastayani katagida tursa shamollaydi. Chunki sovuq suvda aylanib kelib yurib ichadi, organizmga tushgan jig'ildondagi suv ilib turgan bo'ladi. Sovuq bo'lib qoladi. Shuni hisobi. Cho'milsa ham bo'ladi hozir. Donlaringizda sovuqli donlar bo'lishi. Ya'ni sovuqli don degani sovuqda, suvda qolib ketgan don emas. Bug'doy, mosh, broller don, guruch berib bo'lmaydi. Mosh issiqli bo'lgan bilan hazm darajasi juda sekin. Shuni hisobiga berib bo'lmaydi. Asosan hozirgi paytga beradigan donlar Makka, Qorabchida, Oqqori mana Shu oxnar ham chiroyli. kasallangan paytda, $300 ya'ni deyapti, davolayotgan paytida faqat Makkani o'zini berib turadi. Tuzalgandan keyin Makka, Qorabchida, Oqqori masalasi. Hozircha nomeringizni qaytarib oling, uncha eshitilmay qoldi. Nardi ko'ringlar. Qaytaring nomerni. 97 981 0072. Ashali oq. Na. Gap yo'q ekan mana. Ayollari ham ajrab chiqqan. Necha yashar bu adam aka? 1 yashagi bola. Juvon ekan, hali. Raza bola oladigan yoshga yetdi. Chiroyli ekan. Hayatulloh aka. Paypalar nima? Sinib qolganmi? Hozir hamma kaptar paypalar. hozir ashuna o'yiblar, rosa deysiz-ki, umishqa o'yiblar. Sochlar. Moda ekan ham juvon. Juvona. Oxnar. Oxna. Nech pulmi oxnar? $1000. $1000 ekan. Mana shu oxnar ham chiroyli ekan. Go'zal. Hozirgilarni $1000 sotilgandan ham go'zal. $1000 ga sotildimi hozir? Ha. Nomeringizni aytavering aka. 043 94 94lik 043 5707. 5707. Bodam bu? $100. Mojuvonachi. Juvona $150. Mana paypalik, ayalik. Bu Azbek akadan bo'lsa kerak, ammo juvonalari, ikki oz juvonalari. Yomon. Ha, sizniki bu? Ana yoqda tovog'i bor uni. Ha, chiroyli go'zal. Abdorki bo'lsa, Paypalik qaranglar. abdorki bo'lsa. Azbek akadan. $300 deyapman. Go'zal ekan mana shu juvon. Gap yo'q. To'g'ri 2 million bersam-chi. Aslida 2 million beradi. Voy, voy. Ikkosigami? Bittasigami? Qaysi biri? Mongami? 2 million beryapti. $12 million. Azbek aka nech pul deyaptimi o juvonani Sardor bey? 300 ga ol. Chiroyli ekan. Sardor bey, men nech pul deyaptimi o juvonani? Buni $800. $800 ekan. Chiroyli ekan. Vapshe chiqdi mana paypa. Nech pul deyaptidingiz buni? $800 deyaptimi? Yo'q, 1000 ekan. Paypag'ini ham bitta ko'raylik. Paypaq qaraylik. O'ta go'zal ekan.
oldiroq olib qoladi. $1000 narx aytadi. Bugun bozor rosa bo'lyapti. Odamlar rosa ko'p chiqqan. Kattalar ham sotilyapti. Kelaverasizlar. Bog'ishamol bozoridamiz. Salomat bo'lasizlar.